Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugungi mavzuyimiz juda ham ko'p erkaklarda uchraydigan jinsiy zaiflik, ya'ni jinsiy quvvatning pasayishi yoki xohish istagining yo'qolib ketishi yoki jinsiy a'zoning tarangligining pasayib ketishi. Hammasi bilan to'liq gaplashib o'tamiz. Albatta oxirigacha ko'ring, chunki bizning manzil telefon raqamlarini videoning oxirida qo'yib qo'yganmiz. Hozirgi kunda juda ham ko'p bu muammo aktual mavzu bo'lib qoldi. Hamma joyda, internetlarda, Instagram, Telegram, hamma joyda reklamalar. Sprey, maz, tabletka zo'r qiladi. Bular hammasini oldingi videoda aytib qo'yganman. Bular vaqtinchalik narsalar. Agar sizning to'liq muammoingiz bo'lsa, bizga murojaat qilsangiz, endilikda sizlar uchun ajoyib yangiligimiz bor. Endi jamoa bo'lib davolaymiz bu kasallikni. Ya'ni kimlar? Urolog, malakali, endokrinolog, albatta nevropatologlar bilan birgalikda bu kasallikni birinchi sababini aniqlaymiz. Ya'ni qanday? Siz kelib joylashib bu yerda yotganingizdan keyin общий analizlardan boshlaymiz. Urolog tomonimizdan CD, qon, boshqa surtma, hamma analiz, kerakli analiz. Endokrinolog tomonidan shu gormonlar o'zgarishi boshqa har tomonlama. Uzi tekshiruvlari boshqa nima bo'lsa, analizlar tekshiruvlar bo'lsa, uni aniqlab turib, sizni kasalligingizni topib, keyin shu jamoamiz bilan birgalikda davolaymiz. Albatta bunga shu 3 ta 4 ta mutaxassis birgalikda davolamasa, sizda hech qachon natija bo'lmaydi. Shuni yo'lga qo'ydik, endilikda bu kasallik uchun biz jamoa bo'lib davolaymiz. Bilamiz, juda ko'pingiz bittagi dorini tavsiya qilsa yaxshi bo'lib ketsangiz, juda savollar keladi, birorta dori ayting, men zo'r bo'lib qolay. Yo'q. Bu hammasi vaqtincha. Siz sog'lom, haqiqiy erkak bo'ladigan bo'lsangiz, buni chuqurroq tekshirib, buni davolash kerak. To'g'ri, albatta bu kasallik yosharib kelyapti. Hattoki 20-30 yoshdagi erkaklarimizda ham juda ko'p savollar tushyapti. Jinsiy quvvati pasayishi, ya'ni xohish istagi yo'qligi, ya'ni hattoki bu kasallik bepushtlikka ham olib kelishi mumkin. Albatta bu kasalliklar hisobida kelib chiqadigan bepushtlikni ham endilikda davolaymiz. Chunki bu albatta bepushtlikka ta'sir qiladi. Keyingisi bu ya'ni operatsion davo deyiladi. Misol uchun, qaysi kasalimizni tekshirganimizda varikosela bo'lishi mumkin yoki boshqa muammo, prostatada, boshqa joyda operatsiya orqali davolanadigan bo'lsa, unda ham klinikalarimiz bor. Bu yerda operatsiya qilib, uni ham davolashimiz mumkin. Albatta bepushtlik mavzusi kelganda ko'pchilik yozishi mumkin yoki telefon qilishi mumkin. Menda shunaqa muammo. Agar sizda ginekologlar, androloglar, urolog tomonidan tasdiqlanib, ya'ni farzandli bo'lish iloji yo'q holatlar bo'lsa, ya'ni urug' foizining 0 ga tushib qolish unaqa holatlar bo'lsa, albatta buni endi iloji yo'q. O'shaning uchun telefon qilgan yoki SMS yozganda shuni ham hisobga olib yozishlarini iltimos qilamiz. Albatta bu yangiligimiz hammangizga yoqadi degan umiddamiz, chunki bilamiz juda ko'p qiynalgan, bu muammo orqali juda ko'p joyga murojaat qilgan, juda ko'p dorilar ichgan, foyda ko'rmagan. Endilikda buni albatta yo'lga qo'ydik. Sizlarga shuni tavsiya qilamizki, bemalol kelib 10 kunlik lecheniya. Ba'zi kasallarimiz bo'lishi mumkin, yotmasdan uyga lecheniya yozib berishimiz mumkin. Ba'zi kasalligimizni yotkizib etap-etap davolashimiz mumkin. Ba'zi kasallarimizni operatsiya yo'li bilan davolashimiz mumkin. Shuning uchun mana shu pastdagi nomerlarga murojaat qilib yoki mana shu adreslar orqali bemalol kelib maslahat olib davolanib ketishingiz mumkin. Keyingi videolarimizni ko'rishguncha albatta videomizni keng tarqalishi uchun albatta podpisatsiya, kommentariyalar, like hamma yoqni bosib tashinglar va albatta kommentariyada yozib keting. Keyingi videomizda qaysi mavzu haqida sizlarga video qilishimizni yozib keting. Sog' bo'ling, omon bo'ling.